Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz meni obunachilarim. Meni endi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Endi ko'rib turgan bo'lsanglar, podpiskani bosib qo'yinglar, chiroyli qilib kommentarlarni yozib ketasizlar. Bugun biz Namangan shahar Nurobod Qirg'iz bazadamiz. Endi shu yerga keldik. Agar o'tgan yildagi videolarimizni ham ko'rgan bo'lsanglar, yana video qilib olishga keldik. Hozir mana bedanalarni ko'rsatamiz. Baxtiyor akam, o'sha o'tgan yildagi Baxtiyor akamiz endi bu safargisida 21 mingta bedana jo'jasini tashlabdilar. Endi bu yerda hozir sizlarga aytib o'tadiganlarimiz go'shtlari, mana morozilkada go'shtlarini solib qo'yishibdi. Mana operatorimiz ko'rsatishi mumkin. Xo'p. Bular tak 55 mingdan 70 minggacha go'shtlar bor ekan, gramiga qarab ekan endi bular. Xo'p, keyin jo'jalari bor ekan. Jo'jalari 1 oylik qilib berishar ekan. 15 ming so'mdan. Endi ob'yom qancha ko'tarilsa, 1-2 ming so'm tushib berishar ekan. Meni nomimdan kelsanglar, chiroyli narx qilib berishar ekan. Xo'p. Faqat makiyon, xo'roz aralashsiz, xo'roz bo'lmas ekan. Faqat makiyondan qilib berishar ekan. Endi hozir biz ichkariga kiramiz. Baxtiyor akam o'zlarini suhbatga olib, o'zlari bilan bafurcha gaplashamiz. Undan oldin sizlar chiroyli qilib like bosib, kommentariy ham bosib qo'yinglar. Ketdik. Qani, bo'lsa kelamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Baxtiyor aka, charchamadingizmi? Sizmisizlar? Rahmat. Xo'p, obunachilarimiz bilan so'rashib qo'yishingizni ko'rib qolamiz. Yana bir bor hammaga. Xo'p, mana Baxtiyor akamiz o'tgan yildigida 14 mingta bedana tashlagandilar. Bu yilgida 21 mingtami? 21 mingta. Xo'p, operatorimiz joylashib oladi. Aka, nima qilyapsiz hozir? Yashiklarga olib qo'yibsiz. Xo'rozlarni ajratyapsiz. Ajratib. Necha kunlik bo'ldi aka bular? 12 kunlik bo'ldi. 12 kunlik. Bu yerda 100% xo'rozni ajratib chiqib ketyapti. Bu yoqda makiyoni qo'yapti. Makiyoni qo'yapti. Sizga oldin men aytib qo'ydim obunachilarga, narx-navosini 15 ming so'mdan, to'g'rimi? Agar meni nomimdan kelsa, necha puldan qilib berasiz? Chiroyli narx qilib berasizmi? 1000 so'mdan tushib beraman. 1000 so'mdan tushib berasiz. 1,5 ming so'mdan tushib beraman. 1,5 ming so'mdan tushib berasiz. Agar ob'yom qilsa 13 mingdan bob barakami? Baraka. Ob'yomda 10 mingta, 12 mingta olsa, o'shanchasini olaman desa 13 mingdan qilib beraman. bo'ldi. Men nomimdan kelsanglar, 12 ming, 10 mingta oladigan bo'lsanglar, 13 ming so'mdan bob baraka bo'ldi mana. Kelaversa mana pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. tayyorlab beradi. 1 oylik qilib berishadi. Oy bichingizda tayyor bo'ladi. Hozir bular 12 kunlik dedingiz. Ha, xo'rozlarda. Mana operator yaqinroq kelamiz. 12 kunlik. Men sizlarga agar meni eski obunachilarim bor, ko'rgan bo'lsanglar 14 kunlikda ajratardim. Akam mendan ham o'tib ketdilar. 12 kunda ajratyaptilar. 5-da tashalganda, bugunchi sizlar bugun 5-da tashlagansizlar. Sababi nimadan? Sababi yaxshi boqilganda. Mana bedana tetik, patlari ham, mana dumlari ham cho'tki chiqib turibdi. Aniq-tiniq ajraganligi mana men sizlarga o'rgatganimdek, mana yaqinroq olib kelaman. Mana ko'rasizlar, tomog'ini tagidan urib olaverasizlar. Xo'p, endi aka mumkin bo'lsa ichkariga kira olamizmi? Bemalol. Operator ketdi. Boshlang unda aka. Xirmonga baraka mana. Xirmonga baraka. Mana bedana. Mana bedanani shunaqa boqadi. Yapon manzur bedanasi. Xo'pdan, hechkana. Krupniy partiya mana. Sekin o'sha atrofiga Turetskiy deyilganda, zavod. Turetskiy zotdan. Katta qiladi, ha. Turetskiy zotdan. Xo'p, aka, hozir 21 mingta tashladingiz, Ha. Qiynalmadingizmi? Yo'q. Boqishga? Materiya unaqa katta bo'lmadimi? Yo'q, o'limi ham o'sha zo'r. Oldingidan ham kam. O'lim kam. Ha, chiqqan bo'lsa 200 yo 300 chiqdi xolos. 21 mingtadan. Ha, 21 ming. Xo'p, graduslarini necha ushladingiz endi bular? Joylashib olaveramiz. Boshda 45 ushlandi. 3 kun. 3 kun. Keyin ag'i o'tib borlamadi-da, bir xilda. Endi menda hozir menga tashlab bergan videoyingiz bor ana 1 kunlik endi ochilgan. O'shani 45 gradus bo'ladi. Ha, o'shani hozir mana qo'yib ketaman. Mana ko'rasizlar, mana kichkina ekranchada ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 kunlik doda bilan tashlayotgan videolarni mana ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha 1 kunlik payti edi.
menga tashlab beruvdilar. Endi hozir mana o'sha kunga 12 kun bo'libdi. 12 kunlik lekin bedana Peki, o'sha zo'r. zo'rda bu. Ajrab olgan xorozligi ham. Xo'roz makiyonlari ajrab bo'libdi. Mana bittasi qo'limdagi xo'roz, mana bittasi makiyon ekan mana. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, aka. Mana kerak bo'lsa tayyorlab beramiz. Qiynalmadim deyapsiz. Birinchi kundan nima berdingiz? Start degan yemmi video, hozirgacha video. Hozir kungacha. Hozirgacha start yemaydi. Bugundan oddiy yemga o'tamiz. Endi bizga endi yangi boqayotganlar bor, endi boshlaganlar bor. O'shalarga qanaqa maslahat bera olasiz? Yaxshi Boqsa bo'ladi. Boqsa bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi. Qiyinchilik joyi yo'q, daromadni tez, to'g'rimi? Ha, o'sha zo'r. O'tganlar boqdi, mana 2 yil bo'ldi. Siz ham o'zi yangisiz, to'g'rimi? Ha, yangi. O'tgan yildan boshlagan. O'rgatganlar. Ha. O'tgan yildagi amaki o'rgatganlar. O'rgatganlar. Bu akamiz ham, Baxtiyor akamiz ham o'zi yangi. 2-yil. Bu yil 2-yil boqishlari. Mana o'tgan yil 14 ming, bu yilga 21 mingta. Bu katta natijada. Yildan yilga. Ha, yildan yilga katta natija. Xudo xolasa bundan oshiqlariga ham yutuqlarga erishing aka. Amin. Xudo xolasa agar yana bir qaytaramiz, kimga kerak bo'lsa, bemalol mana shu Baxtiyor akam nomerlari bo'ladi. Men o'zim nomerim qo'ymadim. Baxtiyor akam o'zlarining nomerlari. Ikkita nomeringiz bor-a? Ha, shu ikkita nomer ham o'zlariniki. Telefon qilishadi. Telefon qilaverasizlar, mana Namanganda kelib olib ketaverasizlar. Meni nomimdan kelsanglar, ob'yomga 13 ming so'm babbaraka qilib yubordik onasini ham so'm. Ketaveradi. Majbur turaysiz. Mana operatorimiz endi bitta chiroyli qilib katta ob'yom bilan naryoqlar bilan ayollarni ham olib xo'roz makiyon ajratgan ko'rsatib chiqadi. Qani bolajonlar sizlar nariroq o'tib turinglar, bular o'tib olishadi mana bu yoqqa. Bu yoqda hozir yashik bilan bo'lib qo'yishgan xo'roz makiyonni ajratishayotgan pallasi. Xo'p. Etap qilib qo'yishgan, bir chekkadan bo'lib kelishib xo'rozini olib chiqib tashlashadi, makiyoni qoladi. Shunda toza makiyonli boqiladi. Kimga zakaz kerak bo'lsa, mana shunaqa makiyonlarni qilib berishadi. Endi ichida bitta ikkita xo'roz adashib qolgan bo'lishi mumkin, lekin 100% makiyon desa ham bo'ladi. Yashiklarga xo'rozlarni solib ajratib olib ketishayotgan paytida mana o'tirib olib ajratishadi. Lekin haqiqatan bedanalar yaxshi bo'lgan. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 30 kunlik qilib bedanalarni tayyorlab berishadi. 1000 tami, 2000 tami, 500 tami farqi yo'q. 12 mingtagacha qilib berishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi.